Qobil dizaynni metal qilmayapti. Tozasi tarqalmaydi yoki uncha-unchaga. Ablum, Sa'disan nima deb o'ylaysan? Eski hazillarni biza boshga qo'ymaymiz, konseptni so'z bo'lsa ham biza sizlarga to'ymaymiz. Negativlarga tarqatib chiqib ketdi setora. Setor doim biz bilan esalamiga gitara. Kam unaqa bo'lmalaring, o. Bir narsani bilib olinglar, dizaynda oqbat bo'lmaydi. Millionlar kutsanglar ham bunaqa dizayn bo'lmaydi. O, saviyali gap bo'ldi lekin. Erik Haydardan bo'lsin. Kerak bo'lsa kamino jon bilan sirti yoraman. O'zim bilan bu konsertga zo'r surpriz olib boraman. Qobil uchirib tashyapti-yu. Qo'ldagilar. Oka, 2 soat dedingiz. 3 soatli ekan u konsert. Amin. Marhum mutafot Shod hojini mana bu nimada Facebook'larga qo'ygan ekansizlar. Ko'rdim. Shunday yig'lab Allohga o'sha yerda munojot qilib, o'tganlarga Xudoning rahmatini tilab, o'z e'tiqodi bo'yicha, o'z ixlosi bo'yicha yaratgan Mavlosiga borib, arzi dodini qilib, kelib mana Allohning rahmatiga, jannatiga ko'chib o'tibdi, armoni yo'q ekan.